Tagimdan keyin olganman qara. Mana futbolka. Tezroq bo'yla, tanaffus tugadi hozir 5 minutga. Hozir. Tezroq bo'linglar, biz ham kiyinishimiz kerak. Kerak. Ey, men qolib ketdim, to'xtanglar ey. Voyma-voy saflan. Sani formang qani? Ustoz, men kasal edim. Kasal bo'lsang chiq o'tir. Sani krasovkang qani? Uyda qolib ketdi ustoz. Nimaga o'zing qolmading uyda deylar hozir. O'zing nimaga uyda qolmading? Nimaga shiming qolib ketdi uyda? Gaplashma! Agar tuflingni izi qolsa, o'zing tozalaysan. Xo'p ustoz. Hamma o'nga 5 kun yuguramiz. Shagon marsh! Safdan chiqma! Nag'ma qilmay yugur. Xo'p. Yon tomonga, ha, qizlar. Tizzaga urib, ha. Endi badan tarbiya mashqlarini o'tamiz. Ustoz qizi bo'ylik ko'p futbol o'ynaydi endi. Ko'p gapirma, kel bu yoqqa. Mashqlarni o'rgat bolalarga. Yelkalarni 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Ey! Boshdan boshla birinchi. Boshdan 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Shunday qilib. Endi o'ng qo'l tepaga, chap qo'l pastga nima qilamiz? Ketdik. Endi bellarni 4 marta chapga, 4 marta o'ngga aylantiramiz. Qaychisimon qolib ketdi. Jumayeva, shu bitta qizni bering, komissiya kelibdi ekan. Shu oilalarni artib chiqsin. Ana, tursan bor. Ke qizim, o'zi ikkita trezacha. Koptok qani? Endi sallaga koptok kerak. Yes! Qani? Hammang 1-2 ga sana. 1, 2. 1. Bugungi darsimiz futbolni tarixini o'rganish. Fut degani oyoq. Bol degani koptok. Ustoz, qo'lingizda to'p bilan futbol o'ynaylik. Bu yangi koptok. Komissiya kelsa so'raydi. Futbolni vatani Angliya. Bo'pti. Mana, olinglar. Ozgina o'ynaylik. Koptok kelib yoqa. Tanaffus bor darsingga yo'qol hammang. Ozgina o'ynaylik. Yoshlik sana